Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xudo xolasa inshaalloh aytib o'tganimizdek dastavkadamiz. Hop bu tomonimiz mana yo'nalishdagi bitta hisobxonani ko'rsataman. Yaxshi chiroyli qilib o'sha mahsulotlarni sotishadi. Xo'p, bitta biz bemalol magiya o'z yonadigan ko'mir mahsulotlarimizni, o'tilbek ko'mir mahsulotlarimizni topishingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda halol pok, ozoda, pokiza chiroyli qilib so'yishadi. Keyin qoplar, qazi hamma yo'q bor aka. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Mana go'shtlarni ham shunaqangi chiroyli so'yib qo'yishgan. Hamma joydan qatdan xolasalar joylab berishadi. Akamlar mana o'zlari shattalar. Xudo xolasa kalbasa deysizlarmi, qazi, qarta hamma narsadan bor ekan. Mana aziz obunachilar. Aka ko'mirlarimiz qalay, ma'qulmi aka? Xudo xolasa. Bo'lmaydi, pretenziya yo'q, inshaalloh kelib bemalol xarid qilishlari ham mumkin. Ammo mana qo'y go'shtini ham zo'r qilib so'yib qo'yishibdi. Bemalol murojaat qilib kelinaveradi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kabobchi Briket House xalqimizga xizmatdamiz. Xudo xolasa har kuni dastavkadamiz imkon qadar. Go'sht markazimiz bor-da, mana shu telefon nomerlarini mana o'zlarini qoldiraman bemalol manzillarini. Chunki har xil yo'nalishda bo'lamiz. Menga nomerlarni ko'rsatib o'tyapman. Yoqqan joyi doim kelaman shu qassobxonamizga. Akam halay nima deydi? Baribir pokiza, ozodalik boshqachada shunday kirishimizda. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Mana hamkasblarimiz bor, akalarimiz juda yaxshi chiroyli qilib qo'yishgan. Mana shu priprava mahsulotlarini. Kirganda bahri dilingiz ochiladi, mana qilib go'shtlar so'yib berishadi. Hop, chiroyli qilib qo'y go'shti deysizmi, mol go'shti deysizmi? Aka tuyoq ham bor-a sizda? Tuyoq bor, qiyma shashliklar bor. Hamma narsalari bor. Har doimgidek full. Hop, o'sha aytib o'tganimdek, ko'mir mahsulotlarimiz topishlari mumkin. Akamda o'tillik bilan Briket mahsulootlarimizdan berganmiz. Nomerlarini yana bitta ko'rsatib o'taman. Xullas, kelasiz, o'zingizga yoqqan mahsulotni olib ketaverasiz. Aka, qo'y go'shti nechta pul aka? 150 ming so'm. Qo'y go'shti 150 ming so'm, mol go'shtimiz-chi? 40 ming so'm. Mol go'shti 140 ming so'm. Har doim uzilish yo'q-ku aka? Yo'q, uzilish yo'q. Ilohim aka, uzilish bo'lmasa, xalqimizga xizmatdan aka charchamay, Alloh kuch-quvvat bersin. Ko'mirlarimiz aka qalay, ma'qulmi aka? Zo'r, ma'qul. Inshaalloh mana aka. Savdingizga baraka, bemalol murojaat qilaverasizlar aka. Sog' bo'ling, men nomerlaringizni qoldirib o'tib ketaman aka. Xo'p bo'ladi-da. Mana do'konni o'zi ham, fasadi ham rosa chiroyli ekan. Endi to'g'risali joylarini, borgan joylarim esimdan chiqib qolyapti, imkon darajasida aytyapman. Lekin mana обязательно kirgan joyimda nomerlarni qoldirib o'taman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xalqimizga foydamiz tegib turgan bo'lsa, manfaatli bo'lyapti turgan bo'lsa, biz shunga xursandmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.